Bayram munosabati bilan ruletlarni 2x qilib ko'paytirib qo'ydik. Mana bu yerda matalashkalari mana. Bitta boylab, har bittasiga bittalab erinmasdan mehr berib chiqilgan. Bu xolis to'g'ri, hozir katta qozonda mana bu yoqda bor, bu yoqda bor, naryoqda bor. Bir dunyo qilib qo'yamiz. Bemalol kelaverasizlar. Shu kenayimga osh solib beramiz. Mana shunaqa ustida paylari, ruletlari, kachalgalari bilan xudo xolasa. Bundan ortiq narsa kerak emas bayramga. Oshlarimizni boshlab olganmiz, ketma-ket mana qozonlarni bosib tashlaymiz. Mana bu yoqda ham qozonlar, hammasi ketma-ket bosiladi. Xudo xolasa oshdan ham, ruletdan ham, paydan ham muammo bo'lmaydi. Abdulla aka nima deysiz? To'g'risi xudo xolasa, yangi narslar bor. Ha. Okangilar xizmatda. Ya'ni bu yoqda Dilshod ekan. Keyinroq oshgan. Bu yoqda A'zam ekan. Ular akalar hammasi shu yerda xizmatda. Sizlar uchun hammasi. O'sha ham bayramona osh bo'lib ketdi.